Chiqindilarni boshqarish Sirklar iqtisodiyotni rivojlantirish agentligi tomonidan fuqarolar muammolarini eshitish, ularni ijobiy hal etish bo'yicha tizimli ishlar amalga oshirilmoqda. Bularni misol qilib agentlik rahbariyati tomonidan joylarda sayyor qabullar o'tkazish grafiki tasdiqlangan. Bu grafik bo'yicha bugun Xorazm viloyatida o'sha chiqindi xizmatlarini ko'rsatish, ulardagi yuzaga kelayotgan ayrim muammolarni joyida hal etish uchun agentlik ishchi guruhi hamda rahbariyat tomonidan sayyor qabul o'tkazilmoqda. Bu yerda o'sha fuqarolarning noreal qarzdorliklari, chiqindi olib ketish bo'yicha yuzaga kelayotgan muammolari, shuningdek oylik ish haqi masalalariga doir masalalar eshitilib, shu yerning o'zida o'sha tizim orqali, yangi yaratilgan billing tizimimiz orqali ijobiy hal etib, fuqarolar roziligiga erishilmoqda. Billingdagi noto'g'ri biriktirilish, noto'g'ri raqamlar biriktirib qolish. Shu narsani oddiy qilib tushuntirish kerak. Hozir qanaqa fikr o'ylayapti? Yuki bilan qamashdi-da, yukini to'kib kerakdan ruxsat bermadi. Chunki mashina qimmat turadi, o't olib ketish ehtimoli bor. Kunlar qizyapti. Urganch tumani Oltinko'l mahallasida istiqomat qilaman. Chiqindi agentligi tomonidan saytga keldim va murojaatim chiqindilarim vaqtida olib ketilmayotgandi. Shu murojaatlar ko'rib chiqildi va shu murojaatlarim hal qilinishi aytildi.